Ochig'i uddalay olmasam kerak, baribir qo'limdan kelmaydi. Juda ham ko'pchiligimizda bir sohani o'rganmoqchi bo'lganimizda yokida bir faoliyat bilan shug'ullanayotganimizda mana shu fikr bizni hayolimizga kelib harakatdan to'xtatmoqchi bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatar ekanki, o'ziga ishongan insonlarning juda ham ko'pchilik o'z maqsadlariga yetar ekan, aksincha uddalay olmayman, baribir qo'limdan kelmaydi degan insonlarning juda ham ko'pchiligi birinchi harakatda yokida ozgina qiyinchilikka duch kelishgandan keyin, ya'ni maqsadlaridan voz kechishar ekan. Xo'p, nega bizga uddalay olmayman degan fikr hayolimizga keladi deydigan bo'lsak, birinchi bular sabablardan biri natijani tez kutishlik. Ya'ni hamma narsa bir vaqtda, ya'ni muvaffaqiyatga erishib olishlik. Ikkinchisi esa juda ham katta maqsadni, ya'ni tezda zabt etishlik. Masalan, kimdir kuniga 100 betdan kitob o'qishni yokida bo'lmasa bitta kitobni bir kunda tugatishni xohlashadi. Bu ham ya'ni uddalay olmayman deyishlikka nima qiladi? Sabab bo'ladi. Uchinchi sababi esa bir kun yiqiladigan bo'lsa yokida bir kun o'sha narsani bajarmaydigan bo'lsa, o'zini qobiliyatsiz deb hisoblab harakatdan to'xtashlik. To'rtinchisi esa o'zini kechagi o'zi bilan emas, balki boshqalar bilan solishtirish, ya'ni uddalay olmayman deyishga olib kelar ekan. Xo'p, uddalashlik uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsak, har kuni kichik maqsadlar bilan boshlashlik va har kuni o'ziga bergan va'dasini bajarishlik va kichkina yutuqlarni ham qayd etib borishlik kerak bo'ladi. Bir kun kelib sizning eng katta kuchingiz bu iste'dodingiz emas, balki o'zingizga bergan va'dalaringizni bajarish odatingiz bo'lar ekan. Biz bugun challengening 2-kundamiz. Siz ham challenge'ni boshladingizmi? Izohlarda yozib qoldiring.